Xabarsiz o'tgan kunlarim. Abduri Mehriya. Er ovozida Firdavs Qurban, ayol ovozida Jubbir. Mazkur asar ovozli kitob salonida ovozga ilinib, ovozli kitob salonida tarqatildi. Boshqa qanday turbat va salonlarning ruxsatsiz ko'chirib tarqatishiga yo'l qo'yilmaydi. İkinci qism. Yo'q güzelay, men endi sana aka bo'lmayman. Bu nim degini? Yoki apang sana singildan birini tug'ib berdimi ya? Ahmaq qiz. Keyin tushunib qolsa, bo'ldi men qaytay. Uydagilarga to'dirmay chiqqandim. Kechsini musha saqlayman, ha? Xo'sh. İliyar shundoq deganicha kayniga burilibla tez-tez mengib ketib qoldi. Uning chapdas qadamlaridan chiqayotgan to'pig'i qarag'animcha bayamqi gapini o'ylab bir haza turib ketdim. Acaba Iliyardimi mendek o'zimni tushunmaydigan tuyg'ular paydo bo'lib qolganmidi? Yoki bu kitoblarda tasvirlangandek muhabbatmidi? degan xiyollar bilan asta uyga qarab mangdim. Shu kuni kun to'limi tasdikash bo'ldi. Ko'zlarim yo'lga talmiratdi. Qadamlarim ixtiyorsiz meni qiyri-jigdi daraxt tarafga so'raydi. Nachrat aynakka qarab, o'zimda bo'layotgan o'zgarishlarni izlab baqatdim. Qalbimning bir yerlaridan bir xil tasvirligisiz intilish o'xchib, vujudim issiq bir sezimda behoshlanadi. Taqazoliq bilan kutgan kashmi bo'ldi. Tamiqimni mumamning zo'rlashiga qaramay chala-pula yepla, eg'ildagi bari yo'qi bir talla qo'yimizga o't akirishni bahona qilib uydan chiqdim. Xuddi buvamning naqshidek yurakni ezadigan mung bilan shivirlab so'qib turgan mayin shamol tog' bag'ridagi bu xilvat yezini kezib yuratdi. Shalang yantoq qumush o'sgan to'puluq do'nglarning bag'rida qog'chirab yotgan to'puluq yo'llarning qirlarida o'sgan yovi gullarning usuzliqdan to'kilgan bargillari to'zg'oqlarga qo'shilib u yoqdan bu yoqqa uchatdi. O'tloqdan qaytgan padining oyig'idan to'zg'an to'pidan oqqush tumonga qoplangan mahalla petayotgan quyoshning ojiz nuriga yulangan holda so'zilib yotadi. Men yiroqdilla Iliyarning jigda daraxiga yulangan holda o'ltirganligini ko'rib, xo'shalliqimda yugurib bordim. Ammo u mening yeniga kelganimni sezmadi bo'lg'ay, ko'zlarini bir nuqtaga tikkan holda xiyol surib o'ltiradi. "Nimani xiyol qilib ketding, Iliyar?" dedim men uning miskin chiroyiga qarab. "Ha, keldingmi güzelay? Hech nima. Kela bu yerda o'tira." "Hech nima deysan-ku, qarag'ina xiyolga petib o'ltirib ketganingni." Shu Voy, tilingni chaynamay gosh-gosh degina, birash bo'lmag'andi sanga. Yo'qay, shu sen o'qishga ketib qolsang, sendan ayrilib qolishni o'ylab, mushundoq. Nadiki gapni qilmag'ina, men o'qishga ketsam o'lgil ketmayman-ku. Ammo shu seni boshqalar bo'zaq qilmasin deb ansirabchi. Undaq bo'lmaydi. Sendek akam boyada kim meni bo'zaq qila oladi? dedim men qalbimda ulg'ayayotgan iztirobli xiyollarimni yushirib. Iliyar o'ychan ko'zlarini menga tikib turib, titrab turgan qo'llari bilan qo'llarimni mahkam qisdida meni oldiga tortib, o'tliq bag'riga bosdi. Shu topda yuragim go'yo qipidan qonqib chiqib ketadigandek ko'krak qapaslarimga kuchli so'qilmoqda. Tomirlarimda qandaqdir bir illiq iqim yamrab, qalbimning chunqur qatlamlarida magma hosil qilmoqda. Uning bag'ridan chiqayotgan kuchli bir o't yalqin butkul jismimni simabdek eritib kuydirmoqda edi. O'qishga kelib olganimga 2 oydek bo'ldi. Bu jarayonda Iliyar bilan kunda degidek xat aloqa qilib yurdim. Xatimizning mazmuni bo'lsa, o'qish ham sinfimizdagi qiziqarli ishlar to'g'riliq edi. Men uning oliy maktabga cho'qim o'tishiga ishonatdim. U menga maktabda yaxshi o'qib, o'qish mukofotini qo'lga keltirishimni ta'kidlaydi.
Gerçi xatlarimizning mazmuni shundoq bo'lsa-mu, ammo bir-biriga tashna bu yuraklarning seg'inishlarini bilib olg'ili bo'ladi. O'zimni baxtli sanab kelayotgan kunlarning bir kuni sinf mas'ulimiz tuyuqsiz meni ishxonasiga chaqirib, "Güzelay, buvingizning kesili ig'irkan, darhol uyingizga qayting", dedi jiddiy qiyofatda. Men quloqlarimga ishonmay qoldim. Buvam men mang'onni sapsaqli qolgan tursa, qandoqsiga kesil ig'ir bo'lib qolgandi degan xiyol kallamda chaqmoq chaqqandek paydo bo'lib, "Buva!" deganimcha sirtqa yugurdim. Mahalla to'qmishidan qayrilibla go'yo cho'nqur qiqilgan qo'ziqdek putlarimni bir qadammi yo'tkiyolmay, ko'zlarimni chekchaytganimcha turib qoldim. Darvoza oldida qiyriyosh bir to'p kishi boshlarini sangalatgan holda turadi. Hasratlik yig'i ovozi quloqimga kirgandek bo'lib, yuragim birdilla ansiz eg'ib ketdi. Oldimda to'satdan paydo bo'lgan Eliyarga esilg'inimcha un selib yig'lavatdim. Aslida buvam meni o'qishda iqtisodiy jihatdan qiynalib qolmasin deb, kunduzi qurilish o'rnida ishlasa, kechasi boshqalarning terilg'u yerlarini sug'urib, tinim topmay ishlabdi ekan. Shu kunimi kecha yer sug'urib, attiganda qurilish o'rnida yo'g'on bir tal limni ko'tarishiga santirilib yiqilib ketib, mengasiga qon tushib, doktorxonaga aparg'ichila jon uzgan ekan. Bovamning tuyuqsiz vafoti bilan mening Darul Muallimda o'qib, o'qituvchi bo'lishdek orzularim suv ustidagi ko'pikdekla g'oyib bo'ldi. Mahalla ish boshqarish komitetining kadrlari ahvolimni maktabga inkos qilib, menga o'qish yordam puli bejirib berishga iltimos sungan bo'lsa-mu, ammo yashinib qolgan momamni tikandek yolg'iz tashlag'im kelmadi. Shunga Eliyarning nasihatlariga quloq solmay maktabdan chekindim. Shundan buyon bu oilaning ham o'g'li ham qizi bo'lib, 2 yerimizga chamimning yetishchi ishlagandan boshqalarning etis ishlariga kunlik ishlab, momamning holidan xabar oldim. Momam buvam ketgandan buyon to'limi jimig'ur, ko'zidan yosh qurmaydigan bo'lib oldi. Balkim shuncha yildan beri inoq ijil o'tgan hamroyining birami urug' tuqquni yo'q bu yurtga bizni tikanda qoldirib ketishi eg'ir kelgan bo'lishi mumkin. Menmu keyingi kunlarimizni o'ylashga jur'at qila olmaydim. Eliyar har hafta maktabdan kelganda yenimga kelib menga tasalli beradi. Kunlar shu tariqada davom qilib, mana Eliyarning oliy maktabga o'tganlik xabari butun mahallaga pur ketdi. Eliyarmo maktabga mang'ili hash-pash degicha yarim yil bo'lay dedi. Kunlarim uning xitiga talmirish ichida o'tib atadi. Bir kuni qo'shnimizning momamga degan gaplaridan seg'inishga to'lgan qalbimni qo'rqish, ansirash chirmab oldi. Shu kuni etizga qirchab qilamangan edim. Buvamning Mamit Axun deydigan bir qadinasi buvam tugab ketgandan keyin etiz eriq ishlarimizga o'g'illari bilan hamdamda bo'ladi. Shu kuni Mamat buvam etizga qirchepish uchun attigandala 2 o'g'lini elib kelibdi. Ular bilan etizga mangan edim. Ammo Mamat buvamning "Tushdimi etizda choy ichib ishni tugutibli qaytili" degan so'zi bilan uyga non, choy ilib olish uchun kirgan edim. Eshikning yeniga kelishimiga momam bilan Mamat buvamning ayoli Sarxon momamning qilishgan gaplari meni eshik oldida to'xtatib qo'ydi. Güzelaymo cho'ng bo'lib qoldi. Qiz bola degan paxt ichidagi o't. Tezroq birasiga berib, xotirjam o'ltirmamli xo'shnam. Davatatti Sarxon momam. Bala texi kichik Sarxon. Bu ishni texi keyinchalik o'ylasam kechikmasman. Undaq deganlari bilan hozirgi yoshlar baxtli yomon.
bu tövenki mahalladagi Oyshamxonning qizi 16ga kirgan tehi. Necha kundan beri mahallada u qizni to'y qilmay turib, qo'sqi yo'g'inab qopdi deb so'z cho'chaklar eqib yuridi. Shunga menmu yaxshi ko'nglim bilan sizlarga da'vatman qo'shnam. Menmu yaxshi ko'nglingizni tushundim qo'shnam. Qiz bolaning g'imi yomon bo'ladi ekan. Ammo muvofiqroq kim bor deylar bu mahallada? Yiroq yerga berishga ko'zim qiymaydi. Uning ustiga uni yotliq qilib olsam, tikandakli yolg'iz qolaman. Bu voy burunday menga qizimizning to'yini cho'ng qilib, el jamoatga barliq bisotimni bo'lsimi chiqarib dasturxon solaman deydiganti. Afsus, bu kunlar nisib bo'lmadi. Güzalayning kishining ko'zining yig'ini yegidek cho'ng bo'layotganiga qarab, kechalari bu ishni o'ylab, ko'zimga uyqumi kelmaydi. Yaqinroq yer bo'lsa, ko'zimning atrofida yursa yaxshi bo'ladi. Mahalladagi Ahmad Oxunning o'g'li Silich qandoq bo'la? Navoda ma'qul ko'rsalar, bu ishlarni o'zimni jo'ndayman. Hilliqi bir put oqsab mangdigan o'g'lini damli Sarixon. Bu bola meyib bo'lg'ini bilan baxtli yuvash, Güzalayni hargiz bo'za qilolmaydi. Uning ustiga oila sharoit xeyli yaxshi. Güzalay u oilaga kirsa, qo'soqdan, kiyim-kechakdan g'am qilmaydi. Ammo tutqoq kesilimi borgan deb anglayman-ku. Voy, u kesili naganda bir qo'zg'alamish. Hozir yuvash bolalarni topmoq tez. Desa momongninkiga qatraysan deb mushtini tanglasa. Voy. U xapchilikni bu qayrag'onlarida nadi ko'tirib yuriylar. Ammo qizim, buningga qo'shilmasmikin? Ular olaman deganni oladigan, tegiman deganga tegadigan bo'lib ketdi. Burunqi bizlarning zamonimizda cho'nglar nima desa shu edi qo'shnam. Tegmayman debmi haddimiz emas edi. Hay, hozir bolalar baxtlikjumu o'zlari topqonga tegib, olaman deganni elib, 2 kun uy tutmayla ajrashib yurmamdi ana. Cho'nglarning ko'rgini ko'p bo'ladi. Shundaqli qarish tarafning tegi taktini surishtirib, obdan odamlardan bo'lsa, ondan ma'qulligini bildiradi. Hozir yoshlar shu ot-bo'llarining tegi taktini surishtirmayla, ko'ydim, pishdim deyishib to'y qilishidi. Bir uyning mo'risidan is chiqarish undoq oson ish emas qo'shnam. U deganlari g'o'ras. Qizim Güzalayning baxtini bera. Peshonasi putilgan bo'lsa, bo'la. Bo'lmasa uningmi ilojimiz yo'q Sarixon. Siz Güzalaydan so'rab beqing. Ondan bu ishni deyishayli. Güzalayg'o baxtli o'ng, yaxshi qiz. Cho'qim gapingizni yirmaydi. Ma'qul. Men kechdi bu to'g'riliq eg'iz ichib baqay. Qayni nima deydikin? Amsi men atigacha yana kiraman qo'shnam. Xo'sh, men chiqay. Xo'sh, amsa. Men bu so'zlarni anglab, Eliyar bilan qilgan va'damning osonga to'xtamaydiganligini his qilib, vujudim azobliq titrab ketdi. Ammo pak muhabbatimdan bundaqli voz kechishga yuragim yo'l qo'ymaydi. Shunga Navodim momam bu gapni qilib qolsa, qat'iylik bilan rad qilish to'g'riliq o'ylanibmi qo'ydim. Ish amgaklar qizg'an, amgak naqshilari uzilmay aytilib, harxin dillarga g'ayrat, jasorat ato qilgan qaynoq bu kunmi oxirlashib, bepoyon zaminga gugum pardasi yeyilgan chaqda itizdan qaytib keldik. Momam o'choqqa o't yiqib, kashlik tomoqqa tutish qilayotgan edi. Men kelib, o'choq beshidagi o'tinlarni o'shtib, o'choqqa salg'ach, momamning eg'iz etishini kutdim. Ammo momam xuddi hech bo'lmagandek menga bu to'g'riliq gap qilmadi.
tamoqmi yeyilib, qochquchilarni yig'ishtirib bo'lib, aram alay deb yatsam, momam asta beshimga kelib o'ltirdi. Qizim, sizdan so'rab baqsam, kelgusida qandaqroq yigitga yotliq bo'lay deysiz? Arzuyingizni menga deyishni xohlamsiz, balam? Voy moma, men texi 20 yoshga kirmisam, nima u to'yning gapini qilib ketdingiz? Yo'q, endi deyman-ku qizim. Qiz bola degan hamon talaning odami deb sizni hech kimga bergim bo'lmasimi, lekin yana bir kuni uchib ketasiz yenimdan. Ammo sizning qandoq o'ylaringiz bor, bilib boqqim kelyotdi. Muma, men atdigan Sarxon momam bilan deyishganlaringlarni anglab qoldim. Mening u oplus bilan to'y qilg'im yo'q. Voy, oppoq qiz. Aslida o'g'irlikchi qilishgan gaplarimizni anglayapsiz-da. Yo'q, muma, men o'g'irlikchi anglamadim. To'g'ri kelib qoldi, shuni anglab qoldim. Men texi kichik. Yana kelib to'y qilmasam qilmaymanki, sizni hargiz yolg'iz tashlab qo'ymayman. Rahmat, balam. Lekin ota-ona bo'lg'uchining bolalar cho'ng bo'lsa yotliq qilish, o'ylash majburiyati bor. Ammo men sizni hargizmi majburlab birsiga to'y qil demayman, qizim. Bundaq majburlash mening beshimdan ketsin. Momam shundaq deginicha michildab yig'lashga boshladi. Voy moma, men to'y qilmayman bo'ldi, yig'lamanga, xotirjam bo'ling. Men hargiz sizning ham buvamning yuzi to'kildigan eski ishlarni qilmayman. Sizga ishonaman, qizim. Ammo qiz bola degan ojiz bo'ladi. Menmi sezib turibman. Sizning ko'nglingizda Eliyar bor, shundaqmi? Moma, siz men qizarg'animcha yutqanni tartib, beshimni yutqanning ichiga tiqib oldim. Xijil bo'lmang, qizim. Men buni xeyli burun his qilgan bolam. Eliyar yaxshi bola. Ota-onasimi shundoq yaxshi kishilar. Ammo u hozir oliy maktabda o'qiyotdi. Maktab bitirgandan keyin bu yeziga kelmay, shu cho'ng shaharlarda qolamdi texi. Yo'q, moma, u qaytib keladi. Men uni saqlayman. Rostilla saqlamsiz? Rost, moma, u menga kichikimda yordam qilib keldi. Kichik vaqtimda maktabda bolalar meni yetim o'g'loq deb haqoratlasa, u o'sha bolalar bilan tang turadi. Nihoyat o'qiyotgan mezgildimi menga jiq yordamlarni qilgan. Bularni bilaman. Ammo 5 yil o'qib kelgach kim biladi, qizim? Shaharlik birasini tepib olamdi texi. Undaq bo'lsa, sizga bahli azob bo'ladi. Men har qancha azob cheksam-mu, Eliyar bilan birga bo'ladigan ish bo'lsa, menga hech qancha ish emasmi-ma? Barakalloh, qizim. Muhabbatning kuch-qudrati tortgan jafo mushaqqatlar oldida hech gap emas. Sizni majburlamayman. Men-mu kech-kunduz sizning baxtli bo'lishingizni o'ylayman. Voy moma, qarasam gaplaringiz ichida gap bordaklik qiladi. Qani menga so'zlab bering-a, buvam bilan ishkanlar muhabbatlashib to'y qilganmi? Voy, ma balaning gapini. U chaqlarda muhabbatlish nima qilsin, qizim? Dappasam gap to'la. Ishqib, menmi shu buvingizga tegaman desam, uydagilar qo'shilmay, boshqa birisiga yotliq qilmoqchi bo'ldi. Yig'lab, qaqshab, yolvoribmi baxtim. Ota-onamga gap anglatolmadim. Buvingiz shu chaqlarda to'limi qovul yigit edi. Umu mening boshqalarga yotliq bo'lib ketishimga chidab turolmadi. Oxiri to'y kuni kechada buvingiz meni to'yning mashrib qilayotgan yerdan elib qochib ketgan. Mana shu qashqancha
ta hozirgacha men ota-onamning yeniga boramanmi deb baxmadim. Ularmi keyin bizning nadaligimizni bilibdi. Ammo menda qizimiz yo'q deb meni yo'q qatoriga chiqarib etibdi. Shundan beri buvimiz bilan ikkimiz yaqi yurtlarda yursakmi, ikki belikimizga tayinib turmushning baxtini surib keldik. Mal dunyo boyligimiz bo'lmasimi, ikkimizning bir-birimizga sodiq mehr muhabbatimiz bor edi qizim. Ammo buvingiz mendan burun ketib qoldi. Meningmi kunlarim oz qoldi. Şoňa közümniň oçuqida sizni yatlyk qilib, birasining peshiga esildirib qo'yib kelsam, armanim yo'qdi. Siz amdi Eliyarni saqlayman deb turvasangiz, meningmi amalim yo'q qizim. Mening beshimdan o'tilgan ish men bilan ketgay. Rahmat muma, meni tushunganingizga rahmat. Men erkilab momamning mangziga sho'xlik bilan suyib qo'ydim. Momammo mangzimni yengil chimdab, erkilatib qo'yib, o'rniga berib yotdi. Garchi momamning gaplaridan xotirjam bo'lgan bo'lsam-mu, ammo yanala ko'nglim bir shumliqni sezgandek ig'ib ketdi. Bu ish bo'lib, necha kun o'tmayla uyimizga tovanki mahalladan ikki ayol elchilikka keldi. Bu elchilarni momam chiroyli gaplar bilan qizim texi kichik deganni bahona qilib yo'lga soldi. Shu kunlarda uyga biroz kirsimu antikadigan bo'lib qoldim. Eliyar o'qishga ketib bir yil bo'lmasdan uyimizga u yer bu yerlardan elchilar kelishga boshladi. Bu gaplarni Eliyarga deb uni ansiratishni xohlamadim. Xitimda faqat yaxshi turayotganimni, mendan ansirmasligini yozatdim. O'zimning cho'ng bo'lmay, shu yeshimda turib qilishimni umid qilatdim. Ammo bu mumkin emasdi. Mahallada biror ish bo'lsa, taxt ko'rik beshida o'ltirib, gazir chaqqach, g'ayvat kutishadigan bir necha ayollarning og'zidan o'zim to'g'riliqmi so'z cho'chaklarni anglab qolatdim. Nima demamdi debla yuraverdim. Bir kuni momam etizdan kelishimga meni uyning ichiga tortishtirib akirib, qizim, men bugun g'alati gaplarni anglab qoldim. Balkim bu boshqalarning topgan gapidir, ammo yanada o'z og'zingizdan anglay qizim. Danga, sizning Mehmet buvingizning cho'ng o'g'li bilan qanday munosabatingiz bor? Nim deydigansiz muma? U degan mening akamning o'rnidagi odam. Yana kelib ayol xayrinsa achamg'imi men bekli amroq. Ularning qizini o'z singlimdakli yaxshi ko'raman. Voy jinim balam, mayam uyda o'ltirsam, Sarixon momon kirib bir munch koyibli ketdi. Sizni o'g'lim bilan g'ayriy munosabati bor ekan, shu sababdan kelinim xayrinsa o'g'lim bilan bolasini tirik yetim qilib ajrashiman deydi demasmi qizim? Beshimdan tutun chiqib ketdi. Ammo Sarixon momongizga tushundirib, sizga kelgan elchilarni nima sababdan yondirayotganimni deb bersam, shuk bo'lib chiqib ketdi. Qiziq, endi mahalladagilarning topmaydigan shu gapi qopdi-da, yo men ularning uyiga non tilab bormasam, endi qiladigan gap topolmay, mendek bir qizga tig'ning uchini qaratganin desa, qizim, til deganning so'ngiki yo'q. Nima tegiskasi daveridi. Ammo o'zimizga puxta bo'lsaqli bo'ladi. Tushundingizmi qizim? Tushundim muma. Endi men xayrinsaha ajamlarnikiga jiq kirmay, etis ishlarimizga yordam qilgandikin deb, uy ishlari bo'z qilishib beray debla to'liq kiratdimki, qaraganda bundoq qilsam boshqalarda xato tushunch paydo qilib qo'ygan o'xshayman. Bundan keyin diqqat qilay muma. Balam, men sizdan ansirabli qiyotiman. Sizni men yotliq qilg'icha
mahalladagilar yotliq qilib yetadigan o'xshaydi. Mush kunlarda mahallada gap to'la. Eli yarg'i yana 4 yil baka. U kagicha xeyli gaplarni anglaydigan o'xshaymiz. Men qo'rqmayman, momma. Ular nim desa davasun. Mening qo'rqadigan yerim yo'q. Momam gaplarimdan qoyil bo'ldimi yoki yana jiq so'zlashni xohlamadimi? Ish qilib, beshini sangalatgan holda chiqib ketdi. Momamning chiroyidagi tashvishdan uningmi bu ishlardan ansirab turganligi chiqib turadi. Shu kuni kechich uyqum kelmadi. Qalbimni chirmib olgan tatliq seg'inish bilan momamning chiroyidagi tashvish meni oromimda qo'ymaydi. Seg'inish, kutish, talmirish, top-tana, fitna fasod, g'ayvat, gumonxo'rliklar bir-biriga chirmishib, giralishib ketgan hayot yo'lida tamkinlik bilan ketib boratdim. Mahalladagi qiyri yigitlarning menga yot tarazda qarashlariga, g'ayvatchi xotinlarning gumonli qo'miyishlariga ko'nib ketdim. Eliyarmu o'qishni davom etganiga 3 yil bo'lgan edi. U har ta'tilda kelganda meni umidlantirib, kelgusidagi baxtli kunlarimiz to'g'risida so'zlab, o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirib qo'yib mang'atdi. Men shu shirin xiyollar bo'shligida allaylanib, iztirobli kunlarimni tunga ulab ketayotgan kunlarning birida tuyuqsiz momamning og'rib qelishi mening barliq orzu umidlarimni yo'q chiqardi. Qadrlik anglovchilar, Mehriyaning Arsiz o'tgan kunlarim nomli hikoyasining 2-chi qismi bugun mushu yerda tamom. Momasining og'rib qelish sababli go'zal oyning bundan keyingi kunlarda qandoq o'zgarishlar bo'ldigandi? Asarning davomiga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli ovozli kitob salonimizning bundan keyingi mazmunlarida bo'lsin.